kelibsiz. Bizda 38 mingta obunachisi bor kanal sotuvga keldi. Xo'p, eng ko'p ko'rilgan videolari 11 mingta, oddiyga nisbatan, shortsga nisbatan esa 252 ming marta ko'rilgan. Asosan xo'p, Minecraft degan o'yin ekan. Xo'las, mana shu o'yin haqida obzor qilganlar. Xo'p, statistikani ko'rsatib o'taman. Statistika video qo'yilmaguncha tashlab yuborgan. 90 kunlik statistika, 365 kunlik statistika va 1 yillik statistika. Ichida kanalda puli ham bor. Diqqat qilinglar do'stlar. Bu kanalimiz pul ishlab turgan kanal bo'lgan mana. Pul ishlab turgan kanal bo'lgan, lekin o'sha AdSense'da pin kod kiritadigan joyi bor-ku, mana bilasizlar. Pin kodni 4 marta xato terganlar. Xullas, shuning uchun AdSense blokirovka bo'lib qolgan. Mana ichida $63 puli ham bor. Buni lekin do'stlar to'g'risi gap, nima desa bo'ladi? Men blokirovka bo'lganini hali ariza bermaganmiz. Ochiladimi yo'qmi kafolat bera olmayman, to'g'risi gap. Masalan, buni staji bor odam bo'lsa, ichidagi pullarni tiklab olishi mumkin, balki, lekin 100% emas. To'g'risi men bundaqa masala bo'lmagan. Hech kim xato pin kod terib bundaqa bloklab qo'ymagan-da AdSense. Birinchi marta shunaqa AdSense kelyapti. Ichida $63 puli bor. Pin kodlari kelmagan, lekin pin kod chaqirib, masalan, shuni qila olsa kimdir, sotib olsa bo'ladi. Ichidagi pulni ham qo'shib beramiz demoqchiman, tushunyapsan? Bonuslarga. Mana ichidagi pul bilan bonus. O'zbekiston AdSense mana. Boshqa davlat emas, O'zbekiston AdSense. Tushunadigan odam bo'lsa, pul bilan qo'shib bonus qilib berib yuboramiz. Faqat supportga yozib buni tiklab ko'rish kerak. Lekin tiklanadimi yo'q bilmayman, to'g'risi gap. Kafolat bera olmayman do'stlar. Kafolat bera olmayman bu narsani, chunki bundaqa masala kelmagan bizga. Xo'p, keyingi masala, balki tiklab bo'lar, balki yo'q. 50-50 da. Kanal pul ishlab turgan bo'lgan, hozir lekin menimcha soatlar kamayib ketgan bo'lsa kerak. AdSense o'zgartirsanglar, masalan, 32 kundan keyin AdSense o'zgartirgan taqdirlarda ham men o'ylashim bo'yicha katta ehtimol bilan monetizasi o'chib qoladi deb o'ylayman. Ona ishonmanglar, monetizasi o'chadi deb o'ylayman. Katta ehtimol bilan. Shuncha obunachisi bor, endi AdSense tekin bo'lib ketadi, shunday bonus bo'lib ketadi. Kanal narxi 2.400.000 so'm deyapmiz. Ya'ni konkret oladigan odam bo'lsa kelishamiz xullas. Aniq oladigan odam bo'lsa Telegramdan orqaga chiqsanglar gaplashamiz. Hozircha danli moment kanal narxini 2.400.000 deyapmiz do'stlar. Salomat bo'linglar.